Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Soya. Bugun sizlar bilan biz The Dawn o'yinida o'zimizning shahrimizni qurishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam, o'yinni boshlab olamiz. Birinchi bo'lib yo'l qurib olamiz. Nimagadir kartamdagi yo'l yo'qolib qolibdi. Men karta saqlanib qolganimda yo'lni qurgan edim. Ammo paydo bo'lmabdi. Bo'lmasam birinchi bo'lib yo'llarni yotqizib, uning atrofida uy maydonlari, ya'ni uy qurish uchun nima qilinadigan maydonlar quramiz. Bo'lmasam undan keyin mana bu yerdan yo'l tortamiz. Uzr, sal berodan ekan. Yo'l tortamiz. Buni keyinchalik tushuntiraman nimaga ekanligini. Xo'sh, bo'lmasam bu tarafdan ham yo'l tortamiz. Xo'sh. Sen bundan oldin bu yerga shahar quraman. Birinchi bo'lib albatta, chunki puldan minusga kiryapmiz. Sen shaharni qurishni boshladik. Mana bu hozir rezistionlar, ya'ni aholi yashash punktlari deb ataladi. Bu joyimiz, hozir men belgilayotgan joylar. Va bu yerda biz aholini quramiz. Bu esa kommersial, ya'ni savdo markazlari qurish mumkin bo'lgan hududlar hisoblanadi. Bo'lmasam ikkinchi tarafdan ham shunday qurib olsam. Bu yerda suv so'rayapti. Men hozir suvni muammosini hal qilib olaman. Bu bak bu bizga suv beradi. Va qurishni boshlaymiz. Hozir turbalar yotqizishdan oldin elektr energiyani qilganim yaxshiroq. Mana o'tib ketdim. Mana shu yerga qursam bo'ladi. Xo'sh. Yana bitta yetsa kerak hozirchaga. Bo'lmasam endi bu yerdan stalbalar, ya'ni o'zimiz tilda aytganda stalba, elektr o'tkazuvchi simlar o'tkazamiz. Hozir bu suv nimasi ham hal bo'lsa, bu ahmoq demayin, endi kamchiliklari hammada ham bo'lib turadi. Shu aholini ta'minlaymiz. Hozir bu yerda suv turbalari aholiga suv yetkazib beradi. Xo'sh, ikkinchisi bu bog'. Xo'sh, bu bog'ni ularning kayfiyatini ochish uchun quramiz. Xo'sh. Endi bu yerdagi elektr energiya o'tibdi, yaxshi. Aytgancha bu yerni nimaga ochiq qoldirganimni endi tushuntiraman. Bu yerga biz zavodlar, shu narsalar quramiz. Faqat bir yomon tarafi bor, bu atrof muhitni ifloslaydi va agar bu aholiga yaqinroq joyga qo'yilsa yoki aholi uy yashash punktiga yaqinroq bo'lsa, bu teskari ishlab aholini noroziligiga sabab bo'ladi. Uchun bu yer ochiq qoladi. Xo'sh, suvni yaxshi 21% yoki 0%. Nimaga suv? Bo'ldi, tushundim. Bu yerdagi suv yaxshi turba tortib kelgandan ko'ra shu yerga nima qilganim yaxshiroq. Bu yoqqa quraman. Yaxshi. Yaxshi. Bo'lmasam, hozir bu qurib bo'lgandan keyin bulardagi suv muammosi yo'qoladi. Xo'sh, bular o'zini uyini kuchaytiradi va shaharni rivojlantiradi. Aytgancha, bu joyda odamlarni ehtiyojlar ko'rsatib turadi. Qanchalik yuqori bo'lsa, ehtiyoj ham shuncha baland. Xo'sh, hozircha ularda ehtiyoj bor. Hozir bu suv xabari yo'qoladi. Ana, yaxshi. Hozir biz isolated dwelling darajasidamiz. Bu hali biz oddiy shahar tugul, qishloq tugul bir oddiy yashash joyi ham emasmiz, tuman ham emasmiz. Bo'ysundek kabi. Va biz Helmet, ya'ni mahalla, qaysidir ma'noda mahalla darajasiga yetib keldik.
Bundan yo'q, zo'r. To'g'ri. Mahalla darajasiga yetib keldik. Va endi bizga bir ikkita narsalar ochildi. Bulardan biri smell free, ya'ni o't o'chiruvchilar. O'zbek tilida tushuntirib o't o'chiruvchilar. Va bu yerda elektr muammosi. Mayli bu yerga ham bir quramiz, chunki baribir zavodlar yonishi mumkin, xavfli o't o'chiruvchilar bo'lishi kerak. Bo'lmasam ulardan elektr tortib kelishim kerak. Shu yerdan tortsam yo'q. Yo'q. Bu tarafidan tortaman shekilli. Bu tarafdan tortgan yaxshiroq. 34 ta. O bo'ldi. Elektr energiyasi ham ulandi, ishlash boshlandi. Xo'sh, ishlash boshlangan bo'lsa, bular asta-asta kuchayishmoqda. Yaxshi. Hozir biz baribir musulmonmiz va bu shahrimizda din vakillari bor, shuning uchun birinchi navbatda cherkov, so'ngra masjid quramiz, chunki axir bu yerdagi odamlar ham yaxshi yashashi kerak. Va albatta yo'llarni yangilaymiz. Chunki baribir bu eski yo'llar hozir shaharlarda kuchayish, biz ham shaharga o'xshash maqsadida shu yo'llarni yangilab qo'yamiz. Baribir shahar ichi. Yo'q, bizga asosiy nima kerak emas. Va asta-asta yangilaymiz. Bu yerdan tortib qo'ygan yaxshiroq bo'ldi. Bo'lmasam. Bu yo'lni fabrikalarga olib boradigan yo'lni qurishdan foyda yo'q, baribir kerak emas. Va nihoyat biz bir narsa, ya'ni savdo savdo punktini qurdik. Va bu yerda ular savdolashadi va aholi yashash joyini qurib bo'lgach, odamlar tezmi joylashyapti. Bu yerda ozgina qo'shaman, chunki baribir bizga pul kerak. Ular bizga pul olib keladi. Va yo'lni qurib qo'yamiz. Keyinchalik agar hozir joylashmayotgan bo'lsa ham, keyinchalik bu yerga aniq odamlar joylashadi. Chunki odamlar soni ko'paygandan keyin ish kerak bo'ladi va ish uchun nimalar kerak? Ish joylari, ya'ni fabrikalar kerak. Xo'sh, odamlar bizdan xafa ham deb bo'lmaydi, xursand ham deb bo'lmaydi. O'rtasida to'g'ri. Xo'sh, bo'lmasam men ozginagina pul yig'ib olish va aholini kuchayish uchun ozgina shu vaqtlar tezlashtirib yuborishim mumkin. Menimcha tezlashtirib yuboraman. Yo'q, balkim tezlashtirmasman. Men shu yerga aholini qo'yib olay. Aholi yashash joylarini albatta. Yoki shunga o'xshash joyni. Bu yo'l ortiqcha bo'lib qoldi. Kerak emas. Xo'sh, mana bu yerdan ham bitta tortaman. Mana bu yerdan ham bitta. Mana bu yerdagi yo'lni olib tashlayman. Qo'lim qiyshiq. Mayli. Xo'sh. Buni aholi yashash joylarini ko'paytiraman. Bu bizga hamlet darajasidan ko'tarilish uchun plyuslar, ochkolar beradi va biz bu ochkolar orqali yaxshi nimalar qilishimiz mumkin. Suv so'rayotgan, saqlanib qolsin. Suv har doimgidek muammo. Ketish bo'lsa yana bitta quraman. Mayli. Xo'sh. Yaxshi. Elektr energiyada muammo bor. Bu degani quyosh batareyalaridan yana qo'yishib, nimaga? Mana bor-ku. Bo'lmasa muammoni hal qilib olib,
kutish rejimiga o'tamiz, chunki men pul yig'ib olishim kerak. Mana bizda 72.000 yo'q, to'g'ri 73.000 pulimiz bor. Xo'sh, bo'lmasam bu yerda yana ozgina qurish ishlarini amalga oshiraman. Chunki men mana shu videoda small city, kichigina shahar darajasiga yetmoqchiman. Xo'sh, bo'lmasam bu yerlardan narsalar qurib olsam. Qiyshiq ketib qoldi. Ha, mayli. Yo'q, to'g'rilash kerak. Esiz. Ha, mayli. Xo'sh, bo'lmasam qiladigan ishimiz yana qo'shimcha uylar qo'shish. Chunki men tezroq kuchaymoqchiman. Xo'sh. Yana bir marta xo'sh. Bo'lmasam sizlarga bir challenge. Mana shu videoni tagiga kommentiga necha marotaba xo'sh deb yozganimni yozib qoldiringlar. Agar topganga shunchaki respekt. Bo'lmasam hozir mana small village'ga 1470 point kerak ekan. Ozgina kutay. Suv muammosini yo'qotish kerak. Hozir turbalarni tortamiz. Suv muammosini yo'qotamiz. Xo'sh, bo'lmasam suv muammosini yo'qotgandan keyin yana qishloqlar, narsalar qishloq debman. Pointlar qo'shamiz. Yana bir uylarni quradigan joyni qo'shdim. Yana mana Vanihoya small village. Bo'lmasa maqsadimizga erishgan ekanmiz. Keyingi videolargacha xayrlashib qolamiz. Xo'sh, keyingi videoda qaysi o'yinda o'ynashimizni yozib qoldiring. Agar bu o'yin menga yoqsa o'ynaymiz.